Hammaga salom o'rtoqlar, yangi videoga xush kelibsizlar. O'zbekistondan vlog bo'lyapti bugun. Va nihoyat O'zbekistonga yetib kelib oldim. Jonajon uyimga. Bugun 10 aprel. Kecha yetib keldim. Kechki payt soat 5 larda. Jet lag bo'ldi. Va bu odam ko'p yo'l yurganda charchaydi-yu, lekin unchalik bilingani yo'q. Xullas shunaqa Farg'onadaman. Hozir bitta muammo bor. Telefonim bloklanib qoldi. Emaildan ro'yxatdan o'tkazmaganim uchun shunaqa narsalar chiqib ketgan ekan O'zbekistonda. Shunga hozir borib telefonim blokdan ochmasam bo'lmaydi. Bo'lmasa umuman telefonim ishlamayapti. Faqat Wi-Fi da ishlatsa bo'lyapti xolos. Shunga ketyapman. Borib ochtirishim kerak. Undan keyin bitta akam bilan ko'rishaman. Undan keyin Qo'qonga yo'lga chiqamiz. Qiziq bo'lsa, mabodo video olishim mumkin, mabodo olmasligim ham mumkin. Sizlar o'shuni yozib qo'yinglar. O'zbekistondan vloglar qiziqmi? Yozib qo'ysanglar, men sizlarga iloji boricha ko'proq video olishga harakat qilaman. Bu joylarni kim taniydi Farg'onadagi kommentariyada yozib qo'yinglar. Undan tashqari o'sha qanaqa turda video ko'rishni xohlaysizlar, shularni ham yozib qo'yinglar. Xullas, yana bitta mesajim bor sizlarga. 12-kuni ko'rishimiz mumkin. Xohlasanglar Toshkentda o'sha aytganimdek Telegram kanalimiz bor. Gruppamiz uni linkini pastda qoldiraman. O'sha yerda o'tsanglar, hammasini gaplashyapmiz bolalar bilan. Hozir 15 tacha bola yig'ilib qoldik. Xohlasanglar 12-kuni biror joyda ko'rishib, shu gaplashishimiz mumkin sizlar bilan. Odam qanchalik yig'ilishiga qarab, o'shaning uchun gruppaga o'tinglar. Ko'rishmoqchi bo'lganlar Toshkentda, chunki 13-kuni marafonim bor, bilasizlar. Yo'lga chiqamiz. Sizlar bilan yana ko'rishamiz. O'zinglarni ehtiyot qilinglar.